Endi siz o'z qo'llaringiz bilan xuddi shunaqa kalta ansambllarni bemalol tika olasiz. Uning uchun sizga faqat 2 metr material, 2 soat vaqt va shu yil oxirigacha ko'rish o'zi kifoya qiladi. Man Fozilova Gulchot Adhamovna Al-Hijabiya brendi asoschisi sifatida narxi kamida $150 turadigan ansamblni bugun sizlarga tekinga tikishni ko'rsatib beraman. Buning evaziga sizdan faqatgina like va kommentariy, podpiska kutaman. Birinchi bo'lib ansamblimizga kerakli bo'ladigan ukrasheniyasi uchun toshlar, metrajli tosh va material tayyorlab olamiz va uni buklovga qo'yib, andazamizni qo'yamiz. Men Korolevskiy vitichka andazamdan foydalandim, chunki u juda ham chiroyli turib, qomatga idealni yotadi. Orqa oldini mel bilan chizib, qaychida srazu kesib olinglar va 5 santimetrli padbord kesish ham esingizdan chiqmasin, u glavniy narsadan bittasi hisoblanadi. Kesganimizdan keyin yelka qismlarini, padbordini va yon qismlarini srazu ulab olamiz. Sizlarga maslahat beraman, har safar bitta chok tikkandan keyin srazu uni dazmol qilinglar. Ana o'shanda kiyiminglar qimmat ko'rinadi va idealniy turadi. Aytgancha qizli materiallar qancha ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, uni tejab va chiroyli qilib bichishga harakat qilinglar. Klientinglar ham xursand bo'ladi, o'zingizga foyda bo'ladi. Endi ko'ynagimizni yubka qismini chiroyli qilib bichib olamiz. Men trapetsiyadan foydalandim, chunki fasonimga u juda ham chiroyli chiqardi. Yon qismlarni tikib olganimizdan keyin overlock qilib olamiz. Qizlar esingizda dazmol qilishni esingizdan chiqarmanglar. Vo'la, ko'ynagimizning skeleti tayyor bo'ldi. Yeng qismiga xohlasanglar padbord, xohlasanglar kant qilinglar. Men kantdan foydalandim, chunki ukrasheniyamga xalaqit qilmasligi kerak edi. Endi bo'lsa qattiq setka qilamiz. Qizlar qattiq setkada men sizlarga maslahat beraman. Oldini tikib olgandan keyin bir qator ichiga qaytirib bulavkalab olinglar, chunki bu sizlarga tikayotganlarda udobniy bo'ladi va tez va oson tikib olasizlar. Oxirida press qilib, dazmol qilib ukrasheniyasiga o'tamiz. Klientim menga rasm tashab, xuddi shunaqa bezat bering dedilar. "Yo'q, kechirasiz, men boshqa dizaynlarning ishini o'g'irlamayman. Menga ishonasizmi?" dedim. "Ha," dedilar. "Bo'ldi, unda tayyorni sizga rasmini tashiyman" dedim-da, o'zim ideya qilib, noldan o'zim yaratdim. Bu videoni tikishni biladigan, lekin sizga hech narsa tikib bermayotgan dugonangizga jo'natib qo'ying.